qaranglar, tahlil boshlaymiz. Yana shu legendarniki Arduino. Ya'ni qaranglar. Kim qaysi misolda xato qilgan bo'lsa, masalan, kimdir logaritmda, kimdir tenglovda xato qilgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki kimdir ildizda xato qilgan bo'lishi mumkin. O'sha mavzudan kamida 10 ta yoki 15 ta misol ishlab qo'ying, keyinroq xuddi shu mavzuda xato qilmaysizlar. Ya'ni o'z ustingizda ishlagan bo'lasizlar. Tushunarli? Xo'p, bizga mana shu narsa berilgan, to'g'rimi? Demak, qaranglar. LG necha asosga ko'radigan? Logaritm necha asosga? 10 asosga ko'radi, to'g'rimi? Demak, qo'shida 5 logaritm logaritm asosga ko'ra, asosning darajasida bir holat kelib qolsa, mana bu asos darajasi nima tushadi oldiga? 1 taqsim n logaritm asosga ko'ra b bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shu ishni bajaramiz. Mana bu 100 borib, uning kvadratini oldiga 1 taqsim 2 tushadi, to'g'rimi? To'g'ri? Logaritm 10 asosga ko'ra 3 taqsim LG 3. Tushunarli? Ko'paytirilgan 3 LG logaritm 10 asosga ko'ra 3 va bu yerda 1 taqsim 2 bor. Sabab men 100 ni 10 ni kvadrat qilganda 2 ni oldiga tushirdim. Tushunarli? Va 2 logaritm 15 asosga ko'ra 8 barobar. Ana endi qaranglar. Mana bu logaritm 10 asosga ko'ra 3 degani LG 3 deganimi? To'g'ri? Demak, qisqartirib olsam bo'ladimi? Hozir 1 taqsim 2 qolib ketibdi. Hozir. Qisqartirib olsam bo'ladimi? Bu ikkalasini ham qisqartirib olsam bo'ladimi? To'g'ri? LG 3 bor edi. Barobar nima bo'ladi bizda? Bu yerda 5 ni 1 taqsim 2-si, to'g'rimi? Bu yerda ham 1 taqsim 2-simi? Va shuni darajasida 2 logaritm 15 asosga ko'ra 8 barobar. Demak, mana bu ikkini buni darajasiga ko'rarsam 5 ga 3 qoladimi? Demak, 15 darajasida logaritm 15 asosga ko'ra 8. Demak, bu kasb qisqarib ketdi, bizda 8 degan javob qoladi. Tushunarli? Bajon. Xo'p, kim tushunadi? Tushunarli? Demak, 32-savol. Sinus 6-darajada sinus 6-darajada 1 minus 3 sinus 4-darajada 1 qo'shilgan 3 sinus kvadrat va qo'shilgan cosinus 6-darajada 1 barobar. Xo'p, mana bu sinus 6-darajada 1 bilan cosinus 6-darajada 1 ni men sinus kvadrat 1 ni kubi, to'g'ri? Va buni sinus to'g'ri olaman. 6-cosinus 6-darajadagina. Tushunarli? Qo'shilgan cosinus kvadrat 1 ni kubimi? Va bu ikkalasi. Tushunarli? Ana endi mana bu ikkalasidan minus 3 sinus kvadrat 1 ni olib chiqsam bo'ladimi? Qo'shilgan nima bo'ladi bu yerda? 1, to'g'rimi? Va minus sinus kvadrat 1 qoladimi? Teskarisi. Plus bo'ladi, plus bo'ladi. Va plus 1 barobar. Mana bu pula xullas bo'yicha ochib olsam bo'ladimi? Sinus kvadrat 1 qo'shilgan cosinus kvadrat 1 keyingi qo'shishida sinus kvadrat 1 ni kvadrat sinus 4-darajada 1 ketadimi? Sinus 4-darajada 1 ayrilgan sinus kvadrat 1 cosinus kvadrat 1 va qo'shilgan cosinus 4-darajada 1. Xo'p, 1 minus sinus kvadrat mana beradi bizda. Cosinus asosan tek ko'ra cosinus beradi, to'g'ri? Demak, qo'shilgan 3 sinus kvadrat 1 ko'paytirilgan cosinus kvadrat 1 va qo'shilgan 1, to'g'ri? Mana bu joyda davom ettiraman. Demak, mana bu asosan tek ko'ra nima beradi? Cosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa. 1 beradi, to'g'ri?
uni yozishim shart emas. Mana bu ikkalasini ham endi keltira olaman formulaga. Ya'ni mana formulamiz bor, to'g'rimi? A kvadrat plus b kvadrat holati kelib qolsa, biz buni a plus b ning hovuz kvadrati ayrilgan 2ab ko'rinishida yozardik. Esingizdan xuddi shunga tushiraman, demak, sinus kvadrat alfa, sinus kvadrat 1 qo'shilgan kosinus kvadrat 1 n kvadrati ayrilgan 2 ta sinus kvadrat 1 plus ko'paytirilgan kosinus kvadrat 1, to'g'rimi? Va ayrilgan mana bu yozdagi o'ziniki, to'g'rimi? Mana bu. Tushunali? Hozir men mana bu ikkalasini yozdim xolos-da. Mana buni. Tushunali? Endi mana buni yozaman. Ayrilgan sinus kvadrat 1 ko'paytirilgan kosinus kvadrat 1 va mana bu yo'q qo'shilgan 3 sinus kvadrat 1 kosinus kvadrat 1 plus 1 barobar. Mana bu nima beradi bizga? 1, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu ikkalasini yig'ilsa nima beradi? 3 ta sinus kvadrat 1 kosinus kvadrat 1 beradimi? To'g'ri? Minus 3 tasini. To'g'ri? U mana bilan qisqarib ketadimi? Bu yoqda 1 qoldi, bu yoqda ham 1 qoldi, yig'ilsa 2. Tushunali? 2 bo'lib, bu bizga d joyga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi, yozib olamiz. Xo'p. 33-savol. Soddalashtirishimiz kerak ekanda. Qaranglar, bizda mana bu holat bormidi? A darajasida m plus n holati kelib qolsa, biz buni a darajasida n ko'paytirilgan a darajasida m ko'rinishi yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni daraja yerida holati kelib qolsa, biz buni ko'paytirish shakliga o'tkazishimiz mumkin. Demak, mana buni ham 3 darajasida k, to'g'rimi? Ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 7 kara 3 darajasida k n kvadrat qolsa bo'ladimi? Va mahraj 9 ni k isi ko'paytirilgan 9, to'g'ri? Chunki 1 bor darajasida. Tushunali? Qo'shilgan 9 darajasida k. Ana endi qaranglar. Mana bu 3 kara 3 k, to'g'ri? Bu 7 kara 3 darajasida k. Yig'insinchi bo'ladi. 10 ko'paytirilgan 3 darajasida k. N kvadratimi? Va mahraj 10 ko'paytirilgan 9 darajasida k. To'g'ri? Endi mana bu daraja ham buniki, ham bunikimi? Demak, 10 ning kvadrati ko'paytirilgan 3k ning kvadrati necha bo'ladi? 9 k isiga tengmi? Demak, 9k. Mahraj 10 kara 9 darajasida k. 9 darajasida k qisqarib ketdi. 10 bittasi bilan keyingi 10 bittasi ham qisqarib ketdi. Demak, menda shunchaki 10 qoldi. Tushunali? Ajoyib. Kim tushunadi? Xo'p, 34-savol. Integral. Hamma ishlamdi? Kim ishlamadi? Saramiz. Keyin, Sherzod. Ishladingmi? Ishlamadi. Ana ishladi. Zo'r. 34. Integral 2x plus 3 va kosinus x kvadrat plus 3x va dx. Bu haligi o'rgatgan usulim bormi? Ichida belgilab oling. O'tkazib boshlaganmiz, esingizda. Belgilayman. Ya'ni x kvadrat plus 3x ni t deb belgilayman. Endi buni hosil olaman. Hosil olsam 2x plus 3 bo'ladimi? Va dx teng dt ga. Bu yerda dx topib olaman. Dx barobar dt taqsim 2x plus 3. Endi o'rniga qo'yib yuborsam bo'ladi mana bu. O'rniga qo'ysam integral 2x qo'shilgan 3 va kosinus mana buni belgiladim t, to'g'rimi? Kosinus t dx o'rniga dt taqsim 2x plus 3 qo'yib yuboraman. Tushunali? Demak, dt taqsim 2x plus 3 barobar. Qaranglar, markasi qisqarib ketadi. Menda shunchaki t ga bog'langan integral hosil bo'lib qoldi. Ya'ni kosinus t dt barobar kosinus t ni hosilasi, kosinus hosilasi. Integral. Ya. Sinus x o'zi. Sababi sinus hosilasi kosinusga teng, to'g'rimi? Agar sinus integrali minus kosinus bo'ladi. Demak, shunda kosinus hosil olgan vaqtda ikkita minus qisqarib ketadi, sinus o'zi qolib ketadi, shuning uchun.
Demak, bu sinus t plus t barobar. T'ni o'rniga qiymatini qo'yamiz. Sinus x kvadrat qo'shilgan 3x plus s. Dajjo. Tushunarli? Kim tushunadi? Xo'p, keyingisi 35. Kombinatorga doir misol. Ya'ni guruhlashga tushadi. Bir to'g'ri chiziqda bir bilan ustma tushmaydigan ikkita nuqta tanlangan. To'g'ri chiziqda bu nuqtalardan jami necha xil usulda kesma hosil qilish mumkin? Xo'p, qaranglar. To'g'ri chiziq olaman-da. 1 2 3 4 5 6 7 ta nuqta. Shundan qaranglar. Nechtasini birlashtirsam kesma bo'ladi. Faqat ikkitasini birlashtirishim kerak, to'g'rimi? Ikkita ikkitadan. Ya'ni mana bu ikkalasi bitta kesma bo'lishi mumkin, mana bu ikkalasi bitta kesma yoki mana bu ikkalasini birlashtirsam kesma bo'ladi, to'g'rimi? Har ikkitasini birlashtirsam keyin kesma hosil bo'ladi. Bu nima degani? Qaranglar. S bizda 7 ta nuqta bor. Shundan ikkitasini guruhlashib kerak. Demak, faktorialning qoidasi bor edi. S n dan n bo'ladigan bo'lsa, n faktorial taqsim nima bo'lardi? M faktorial kala n minus m faktorial. Demak, 7 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan. Qo'shida 7 dan ayrsam 5 mi? 5 faktorial. Demak, 7 bilan 5 faktorial qisqartirib olsam, bu yerda 6 kala 7 qoldimi? 6 kala 7 taqsim bu 1 kala 2. 6 bilan 2 qisqarsa, bu yerda 3 qoldi. 3 kala 7 21. Demak, 21 xil kesma hosil qilishimiz mumkin ekan. Bajo. Tushunarli? Xo'p, 36. Shu qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Ajoyib. Bo'lingan 91 ga qoldiqsiz bo'linadi. Biz chiqardi. Necha? 197. Bo'ldi, ajoyib. 87. Bo'ldi. Ajoyib. Ushtak bo'lib qo'ysalar bo'ldi, to'g'ri? Kichkina muammo bo'lmagan bo'lsa kerak, ishlamadinglar. Nima? Anaqa. Sherzod? Shodlik. 37. 37 kim xato qilgan? Ha, bilmaysizmi hali? Yaxshi. Demak, kubulz ostida 8x minus 3 taqsim 8 barobar 2 ayrilgan 3 6-chi ildiz ostida, ya'ni 3 ko'paytirilgan avjuda 6-chi ildiz ostida x minus 3 taqsim 64. Tegramaning haqiqiy ildizi x0 bo'lsa, 8x0 ning qiymati so'raladi. Xo'p. Mana bu yerda 8 olib kelsam bo'ladi bo'lsa, to'g'ri? Demak, kubulz ostida 8 ko'paytirilgan qo'lchida bu yerda nima qoladi? X minus 3 taqsim 64 mi? Qaranglar, 8 ga kirib 8x bo'ladi. Bu 3 taqsim 8 ga qaytib qoladi holatga. Ayrilgan barobar 2 ayrilgan 3 ko'paytirilgan 6-chi ildiz ostida x minus 3 taqsim 64. Mana bu t desam, mana bu nima bo'ladi? T kvadratmi? To'g'ri? Demak, mana buni t deb yozamiz. Mana bu alohida dizga bo'lib olsam bo'ladimi? Ya'ni ildiz AB holat kelib qolsa, biz buni ildiz A ko'paytirilgan ildiz ostida B holat yozishimiz mumkin edi, to'g'rimi? Demak, mana 8 bilan mana bu alohida qolsa, alohida qoladigan bo'lsa, kubulz 8 dan chiqadi 2. Ko'paytirilgan, mana bu t bo'lsa, bu t kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? 2t kvadrat barobar 2 ayrilgan 3t. Hammasini yo'q olib o'taman. Shunda 2t kvadrat qo'shilgan 3ta t minus 2 barobar 0 ga. Demak, buni yechimini topamiz. Minus 3 minus minus. Diskriminantda 9 5 chiqadimi? 5 taqsim 4. Xo'p, 5 taqsim 4. T1 qo'shib 2 ga bo'lsa 1 taqsim 2, to'g'rimi? T2 minus 2. Minus 2 ni olamanmi, ololmaymanmi? Nimaga? Chunki 6-chi ildizni belgiladim-da, juft ildizni belgiladim. Juft ildizdan chiqsa markazdan chiqmaydi. Tushunarli? Shuning uchun 2 chiqib ketdi o'z-o'zidan. Endi mana buni hop, 6-chi ildiz ostida x minus 3 taqsim 64 barobar
1 taqsim 2. Tomonlarda 6 darajaga oshira olaman. Bu x minus 3 taqsim 64 barobar 1 taqsim nima bo'ladi? 64. Bo'lgan bo'lsa 4 taqsim 64, to'g'rimi? Qisqartirib olsam 1 taqsim 16. x0 1 taqsim 16 ekanda, mendan so'ralayotgan narsa 8x0 edi. Bu 8 kara 1 taqsim 16 barobar 1 taqsim 2. Qaysi javob? C javob. Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, 38-savol. Qaranglar. BFDE to'rtburchakning E va F uchlari ABCD parallelogramning asli diagramida yotadi. Xuddi shu rasmdagidek. Demak, ABCD parallelogramning yuzi 176 cm² ga teng. Agar AC ni EF ga nisbati 16-13 kabi bo'lsa, BFDE to'rtburchakning yuzi so'raladi. Hop, kichkina joy so'ralyapti-da. Qaranglar, mana bu alfa umumiy miqyos tushunadi. To'g'rimi? Parallelogram qanaqa formulalar bor edi? Yuza bo'yicha D1 D2 taqsim 2 sinus alfa edi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Bu yoqda kattasi yuzasi berilganda, ya'ni S ABCDniki berilgan kattasiniki. Demak, u nimaga teng? 176 ga, to'g'rimi? Bizda kichkina so'ralyapti. S Y D F B va ikkalasida mana qaranglar. Alfa umumiy bo'lgandan keyin o'xshash ikkalasi. O'xshashlikdan foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Diagramlar nisbati qorib turib, bu yoqda qaranglar mana. 16 taqsim 13. Kim tushunadi? Bo'ladimi? Nisbat. O'xshashlik. Tushunasizlar-da? Demak, 176 bilan 16 ni qisqartirsam, bu yerda 11 qoladi. Proporsiya S Y D F B ni yuzasi 11 kara 13 ga teng. Bu 143. Qaysi javob? B javob. Tushunarli? Xo'p. Ana endi 39. O'suvchi geometrik progressiyani tashkil etuvchi 4 ta haddan chetki hadlarning yig'indisi 22 ga, o'rta hadlarning ko'paytmasi 72 ga teng bo'lsa, bu progressiyaning oxirgi haddini toping. Demak, bizda 4 ta progressiya bor ekan, 4 ta son. B1, B2, B3 va B4 sonlari bor ekan. Bular geometrik progressiyani tashkil qilar ekanda, ikkitasini chetki hadlarini yig'indisi, ya'ni B1 qo'shilgan B4 27 ga teng ekan. B2 kara B3 bo'lsa 72 ga teng ekan. Shunda bizdan so'ralyapti, bu progressiyaning oxirgi had, ya'ni B4 so'ralyapti. Tushunarli? Ama xossa bormi buni? B1 kara B4 teng B2 kara B3 ko'paytmasiga tengmi? To'g'rimi? Demak, mana bu ikkalasi abj qo'yib yuborsam tengmi? Ana qaranglar. B1 qo'shilgan B4 teng 27 ga. B1 kara B4 72 ga, to'g'rimi? Mana bu yerdan B1 topsam nima bo'ladi? 27 minus B4, to'g'rimi? Tengsizlik usulida tenglarni sistemasi. Demak, o'rniga qo'yib qo'yaman B1 o'rniga 27 minus B4 ko'paytirilgan B4 teng 72. Shu joyda aytaman-da. Xo'p, qos o'chamiz. Qos o'chadigan bo'lsam 27 ta B4 minus B4 ni kvadrati teng 72. Yo'q, o'taman. B4 kvadrati ayrilgan 27 ta B4 qo'shilgan 72 barobar 0 ga. Yig'indisi 27, ko'paytmasi 72. 24 bilan 3 to'g'rimi? Endi qaranglar. Men B4 ni topayman. Hozir bu joyda. To'g'rimi? Bu tenglama orqali. B4 3 bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Chunki o'zuvchi geometrik progressiya deb turibdi bizga. O'zuvchilik aytib turibdi. Demak, 3 ni ola olmayman. Ya'ni kattasini olishim kerak. Demak, 24 ni olaman. B4 teng 24 ga. Qaysi javob? C javob. Tushunarli? 40-savol. Kutubxonadagi o'zbek, rus va ingliz tillaridagi jami 2860 ta kitob bor.
Rus tilidagi kitoblar soni o'zbek tilidagi kitoblar sonidan 15% kam. Ingliz tilidagi kitoblar soni esa rus tilidagi kitoblar sonidan 56 kam. Kutubxonada jami nechta rus tilidagi kitob bor? Xo'p, qarang. 40-savol. O'zbek, rus va ingliz tilidagi kitoblar bor ekanda. Rus tilidagi kitoblar soni o'zbek tilidagi kitoblar sonidan 15% kamdir. O'zbek tilidagi kitoblar soni x bo'lsa, bu 0.85 x bo'ladimi? To'g'ri, 15% kam bo'lganda 85% tashkil etadimi? Tushunali? Ana endi ingliz tilidagi kitoblar soni esa rus tilidagi kitoblar sonidan 56 taga kam. Demak, ingliz tilidagi kitoblar 0.85 x minus 56 bo'ladimi? Tushunali? Endi sizlar yig'indisi, umumiy yig'indisi 2860 ga tengda. Ya'ni x qo'shilgan 0.85 x qo'shilgan mana bu 0.85 x minus 56 barobar 2860 ga. 2860. Bu ikkalasi bir teng bitta, bunga qo'shsa 2.7 x. Demak, barobar 2860 ga 56 ni qo'shaylik. 2916. Ana endi x topsak necha bo'ladi? 180. Ana endi qaranglar, bizda rus tilidagi kitoblar so'ralyapti-da. Rus tilidagi kitoblar x o'rniga qo'yib yuborsam 0.85 ko'paytirilgan 1080. Bu 918 chiqadi. Ajoyib. Tushunarli? Tushunarli? Hammaga? Oson juda ham. Detenda shunaqa savollar tushadi. Haqiqiy detenda. Demak, 40-savol. f at x barobar x kvadrat taqsim 6 minus 2 ta sinus x. Funksiyaning hosilasini toping degan. Hosila f at x barobar hosilasi x kvadrat hosilasi 2x mi? 2x taqsim 6 ayrilgan sinus hosilasi 2 ta cosinus x barobar 2 bilan qisqartirib olsam x taqsim 3 minus 2 ta cosinus x. Tushunarli? Qaysi javob? X taqsim plus 2. Tushunarli? 42-savol. O'tgan safar kim tahlil ko'rib chiqamsa ishlargan bu savol. Bizga A to'plam berilyapti, B to'plam berilyapti. X tegishli n ekan, natural son ekan. Demak, 36 ni bilan 72 ni elementlar soni topishimiz kerak. Elementlar soni topish uchun qaranglar. 36 bilan n ni 36 barobar n x. Va bu yoqda 72 barobar n x. Xo'p. Ham 36 ni bo'luvchilar soni topib chiqaman-da. n. Qaranglar. n barobar qachon bo'ladi? 2 ga bo'linadi, to'g'rimi? 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 7, 8, 9 ga bo'linadi, 10, 11, 12 ga bo'linadi, keyin oxiri 18 ga va 36 ga bo'linadi, to'g'rimi? Necha? To'g'ri. Endi kengisini toping, 70 ga toping. 1 ga 2 ga 3 ga 4 ga bo'ladimi? Bo'linadi. Xo'p. 5 ga bo'lmaydi, 6 ga bo'linadi, 7 ga bo'lmaydi, 8 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 10, 11, 12 ga bo'linadi, 13 ga bo'linmaydi, 14 va hokazo 18 ga bo'linadi va 36 ga ham bo'linadi, keyin 72 ga bo'linadi. Endi shunaqa yozib qo'yib olaylik. Ikkalasi kesishadigan joylari. 1 da kesishadi, 2 da, 3 da, 4 da, 6 da, keyin 9 da, 12 da, 18 da, 36 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mi? 9 ekanmi? Elementlar soni B javob. Bitta B javob. Tushunarli? Просто ikkalashini aniq qilamiz. Xo'p. 43-savol. F at x shu funksiyaning x 0 teng 1 nuqtai hosilasini toping. Xo'p, 43-savol. Hosilasi 2 darajasida x bo'ldi, qo'shilgan 2 darajasida x ln
2 taqsim ln 2 bo'ldi. Ayrilgan. Mana buniki endi 2 darajasida x ln 2 taqsim ln kvadrat x bo'ladi, to'g'ri? Ha, keladi, qaranglar. Va 2 barobar. Hop, mana bittasi bilan mana bittasi qisqarib ketsa, yo'q, 2 darajasida qasam. Mana buni hozir x qolib ketdimi ham joyda? Mana x qolib ketdi. Hop. Demak, 2 darajasi x qo'shilgan x kara 2 darajasi x ln 2 ayrilgan 2 darajasida x taqsim ln 2 bo'lib ketadi endi. Bitta marjiga borsam, to'g'rimi? Olib kirasiz. 2 darajasi x qisqarib ketsa, bizda shunchaki qoladi. X ko'paytirilgan 2 darajasida x ln 2 taqsim ln 2 qo'shilgan 2 mi? ln 2 yana qisqarib ketdi, demak x ko'paytirilgan 2 darajasida x qo'shilgan 2 qoldi. Ana endi efashtirib bir so'ralgan bizdan. Bir qo'ysam 1, bir qo'ysam 2 bo'lib ketadi, 2 ga qo'shsam 4. Tushunarli? Va bizni S javob. 44-savol qaranglar. Agar x y 9 ga x plus y 7 ga teng bo'lsa, shuning ifodani qiymatini toping. 44-savol demak. Hop. X y barobar 9 ga. X plus y nimaga teng? 7 ga teng bo'lsa, 4 minus 3 x ning cos kvadrati ko'paytirilgan y qo'shilgan 4 minus 3y ning cos kvadrati ko'paytirilgan x. Shu ifodaning qiymati so'raladi. Ha, cos ochildi. 16 ayrilgan 24 x mi? Qo'shilgan 9 x kvadrat va y qo'shilgan 16 minus 24 ta y qo'shilgan 9 y kvadrat va ko'paytirilgan x barobar. Cos ochaveramiz. 16 ta y ayrilgan 24 ta x y qo'shilgan 9 x kvadrat bor-ku. Shuni x y kara x kvadrat olsam bo'ladi. X kvadrat beraveradi ham. Xo'p, qo'shilgan mana bu 16x. Xo'p, ayrilgan 24 ta x y qo'shilgan 9 y x kara y ekan. Barobar. Mana bu ikkalasidan 16 ni olib ketib, x plus y bo'lib qoladimi? Uni 7 ni qo'yarsam bilan ko'paytma qilib. Endi mana bu ikkalasi minus 48 x y mi? Minus 48 x y to'g'ri 9 mi? Xo'p, keyin qaranglar. Mana bu ikkalasi x y ni o'rniga qo'yaversam 9 kara 7 mi? To'g'rimi? Tushunasizmi? Joyiga. Xo'p, x y o'rniga 7 ni qo'yaversam, 9 ni qo'yaversam 81 x qo'shilgan mana bu yoq 81 y, to'g'rimi? 16 kara 7 16 kara 7 ayrilgan 48 kara 9 qo'shilgan 81 olib chiqsam bilan bu yoqda va x plus y qoladi qo'shishda. X plus y o'rniga 7 ni qo'yarsam bo'ladi, to'g'rimi? Barobar. Necha chiqadi? 16 kara 7 ayrilgan 48 kara 9 qo'shilgan 81 kara 7. Shunda umumiy javobimiz 247 mi? 247. Savol. Tushunarli? Xo'p, endi 45-savol. Sinus 930 gradus. Hop, qaranglar. 180 masalan 90 18 ga bo'lsa necha? 90 180 90 18 90 18 ga 5 to'g'rimi? Demak, 180 ni ham qaranglar, sinus 180 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 30 gradus qo'yilsa bo'ladimi? Mana 9 gradus beradi, 30 ni qo'ysa 930 beradi. Tushunarli? Endi bir deganini chizaman, qaranglar. Bir marta aylab kelsam, mana bu pi, to'g'rimi? 2pi, 3pi, 4pi, 5pi mana bu joyga keldi mana. 5pi mana bu joyda ekan. To'g'rimi?
Mana bu joy mana to'liq bo'ldi. Ana endi bunga 30 gradus qo'shilib qoldi mana bu joyda mana. Demak, 3-chorakka o'tdimi? Siz 3-chorakda nima? Musbatmi, manfiymi? Manfiy. Demak, minus sinus 30 gradusmi? Demak, 30 gradus nimaga teng sinus? Minus 1 taqsim 2. Tushunarli-a? Qarang, sakkizinchi savol. Ya, qarang, qaysi savol? 45 to'g'ri. 45 savol. Demak, ajoyib. Tushunarli-a? Xo'p, 46 savol. Tenglang haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Agar haqiqiy ildizi bitta bo'lsa, shu ildizni ham. Demak, 46 ilzosida 2x plus 1 taqsim x minus 1. Ayrilgan 2 ilzosida x minus 1 taqsim 2x plus 1 teng 1 ga. Qaranglar, mana shu ikkalasidan bittasi belgilab olishim kerak. Yo, buni yo buni. Qaysi birini? Mana buni. Mana shu t deb olsam. Qaranglar, mana teskarisimi buni? 1 taqsim t bo'lib qoladi. T ayrilgan 2 taqsim t teng 1 ga. Tomonlarga t ni ko'paytiraversam, t kvadrat minus 2 teng t ga, to'g'rimi? T ni bu yerga olib o'taman. T kvadrat minus t minus 2 barobar 0 ga. Demak, t minus 2 va t plus 1 barobar 0 ga. T teng 1/2 ga, t teng 1/2 minus 1 ga. Minus 1 ola olaman, ola olmaymanmi? Nimaga? Juftlikda, to'g'rimi? Shuning uchun. Demak, bu chiqib ketdi. Demak, t teng degan javob qoldi, xolos endi. O'rniga qo'yaman. Demak, 2x plus 1 taqsim x minus 1 barobar 2 ga. To'g'ri qadar ko'rsataveraman. Shunda 2x plus 1 taqsim x minus 1 teng 4 ga. Proporsiya qilaman. 2x plus 1 teng 4x minus 4. 2x bu yoqqa, 4 bu yoqqa o'tsa, 2x barobar 5 ga x teng 5 taqsim 2 yoki 2/5. Tushunarli? Bu bizdagi bajarib to'g'ri keladi. Yaxshi. Qarating savol. Qanday qiymatda y barobar kx kvadrat plus 1 funksiya grafiki nuqtadan o'tadi. Y barobar kx kvadrat plus 1. Bizga ikkita nuqta berilibdi-da, aniqdir. Ya'ni 3 minus 8. Mana bu x ga va y ga teng emasmi? To'g'ri? Minus 8 barobar x o'rniga 3 qo'ysam, k ko'paytirilgan 9 minus 1, to'g'rimi? 1 bu yerga o'tsa 9 ta k teng minus 9 mi? K teng minus 1. Bo'ldi, ajoyib. Tushunarli? 48 savol. Ildizli savol berilibdi. Hop. Ilzosida 22 minus 8 ilzosida 6 ko'paytirilgan keyingi qolipsida 4 qo'shilgan ilzosida 6 ni hisoblang. Biz ham 2a bu formulamiz bor edi. O'shaga qo'yib yuboramiz. Ya'ni 2a bu tengmi? 2a1 barobar 8 ilzosida 6. 2 ga qisqartirib yuborsam a1 barobar 4 ilzosida 6. Endi qaranglar-da. Mana bu a ni o'rniga 4. Bayga ilzosida 6 olsam bo'ladimi? Qadar yana 20 ga beradimi? Demak, bu to'g'ri kelar ekan. Barobar. Mana davom ettiraman. Ilzosida 4 minus ilzosida 6 ni cos kvadratimi? To'g'ri? Va ko'paytirilgan 4 plus ilzosida 6 barobar. Siz bilan kvadrat qisqarib ketadimi? Demak, bu ikkalasi 4 minus ilzosida 6 va 4 plus ilzosida 6, to'g'ri? A minus bu, A plus bu kvadrat ayirmasi. Demak, 4 ni kvadratda ayrilgan ilzosida 6 ni kvadrat, ya'ni 10. Tushunarli? Qaysi javob? D javob. Tushundinglar? Hop, 49-savol. Y barobar fx funksiya grafiki tasvirlangan. Minus 3/5 bo'lsa, aniqlash sohasi y barobar evat x minus 1 funksiyani aniqlash sohasini toping. Hop. Bizda 49-savol.
y barobar minus 3 5 berilibdi. Ana endi bizdan y barobar ifat 2x minus 1 so'ralyapti-da. Qaranglar. Mana x argument bor-ku. Shuni aniqlash sohasi mabnga tengda. Ana endi xuddi shuni mavjud yasab olishim kerak. Yani 2x minus 1 kichik yoki teng 5 dan katta yoki teng minus 3 dan. Ikkala tomonga ham 1 ni qo'shib yuboraman. 1 ni qo'shib yuborsam minus 2 kichik yoki teng 2x kichik yoki teng 6 dan. 2x oldida 2 bor, to'g'rimi? Shunga bo'lib yuboraman endi. 2 ga bo'lib yuborsam minus 1 kichik yoki teng x dan kichik yoki teng 3 dan. Aniqlash sohasi mabnga teng qoldi mana bu. Minus 1 3. Ajoyib. Tushunarli? 50-chi savol. ABC teng yo'lli burchakning AB'dan BC tomoniga A deb balandlik o'tkazilgan. Agar BD DC'ga teng bo'lsa, burchak shuni toping. Xo'p, shu misol juda ham qiziqarli misol ekan. Va boshqa so'zni o'qib ketishganda ABC teng yo'lli burchak deb. O'zi muntazam burchak bu. Buni nima deymiz? Qaranglar. A B C to'g'rimi? Demak, A da balandligi BC tomoni o'rtasini bo'lar ekanda, qaranglar. Eng qiziq mana bu ikkilasi teng edi. O'zi teng yo'lli burchak. Balandlik qachon asos tenglikka bo'ladi? Teng yo'lli bo'lsa-mi? Ham mediana ham balandlik tushadi, to'g'rimi? Demak, mana bu bilan mana bu ham tengmi? Muntazam qoldimi? Demak, balandlik ham diskresiya ham chiqadi muntazamda. Muntazam burchak. Demak, bu yoq 60 gradus. Mana bu yoq 60 gradus va bu yoq ham 30 gradusdan. Demak, mana bu D nuqta bo'lsa, DAC burchak so'ralayotgan, to'g'rimi? Burchak DAC 30 gradus. Qancha? D. Tushunarli? Xo'p. Endi ABC vektorlar berilgan. Qanday qiymatida A minus 2KB vektor minus 2C vektoriga kollinear bo'ladi. Kollinearlik sharti bor-da. Masalan, bizga A vektor berilib turib, x1 va y1 berilishi mumkin. B vektor berilib turib, x2, y2 qilib berilishi mumkin. Bu ikkalasi birga kollinear bo'lishligi uchun x1 taqsim x2 ning nisbati y1 taqsim y2 ning nisbatiga teng bo'lishi kerak. Shunda ikkita vektor o'zaro kollinear bo'ladi. Tushunarli? Kollinearlik sharti nisbat teng bo'lishi kerak. X bilan y ga. Tushunarli? Koordinatalar nisbat teng bo'lishi kerak. X bilan y nima deyotganlar uchun koordinatalar. Ya'ni vektorning koordinatalari. 51-savol endi. A vektor berilgan. 1 2 B vektor berilgan. 2 1 va C vektor berilgan. 3 2 qilib. Xo'p, masalan V1 deb olaylik. Masalan A vektor minus 2K B vektorni. V2 qilib olaylik. Minus 2C vektorni. Bu kasbning kollinearligi uchun, demak, men buni topib olaman. Xo'p, A vektorda yozaman. 1 2 deb to'g'rimi? A-ga 2K ko'paytirilgan B vektor yozaman. 2 1. Ana endi minus 2C C vektor koordinatalari 3 2. Demak, V1 da koordinatani yozaman. Mana ichga olib kirib kelsam bo'ladi, ko'paytirish qilib. Ya'ni 4K va 2K bo'lib qoladi. Ya'ni 1 1 2 aytgan qo'shida 4K yu 2K bo'lib qoladi. Ya'ni o'rta ko'paytmami? Ko'paytma kiradi ichkariga, vektor oldiga. Butun soldi. Tushunarli? Ana endi V2 ni topaman. V2 qo'shga kirib kelsa minus 6 yu minus 4, to'g'ri? Ana endi qaranglar, bu ikkisi o'zaro ayriladi-da. Ya'ni mos koordinatlar x dan x, y dan y ga ayriladi. Chunki o'rta ayirish qo'shmasa qo'shiladi. Tushunarli? Demak, 1 dan 4K ni ayiraman. 1 minus 4K va 2 minus 2K. 2 minus 2K. Ana endi bu ikkalasi bir kollinear bo'lishligi uchun nima bo'lishi kerak edi? Nisbatlar teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? 1 minus 4K ning nisbati minus 6 ga, 2 minus 2K ning nisbati minus 4 ga teng bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Demak, 1 minus 4K ning nisbati minus 6 ga barobar 2 minus 2K ning nisbati minus 4 ga.
Bu yoqda minus 2 ga bo'lib yuborsam, bu yoqda 3 qoldi, bu yoqda 2 qoldi. Proporsiya. 2 minus 8k barobar 3 bo'lguvchisi 6 minus 6k. To'g'ri? 8k bo'lguvchisi 6 bo'lguvchisi. Nima bo'ladi? 2k minus 4k k teng minus 2. K ni emas, minus 2 teng ekan. Tushunali? Shunda savol. 52-savol. 52. Hop, qaranglar mana. 99 berganmiz-da. 99 berganmiz bu 10 ni birinchisi minus 10 ni kvadrati minus 1 ga tengmi? 9 berganmiz-chi? 10 ni kubi minus 1 ga tengmi? To'g'rimi? Shuni 999 bo'ladimi? Masalan, 9 berganmiz bu 10 ni 4-chisi minus 1 ga tengmi? To'g'rimi? Demak, xuddi shundan kelib chiqib qoladigan bo'lsak, 5 ko'paytirilgan 9 dan 35 ta bor ekanda, bu bizda 10 ni 35-chisi minus 1 ga teng emasmi? To'g'rimi? Va qo'shilgan 12 qo'shib ochaversa 5 kara 10 ni 35-chisi minus 5 va plus 12 barobar 5 kara 10 ni 35-chisi qo'shilgan 7 va bu bizda D javob. Tushunarli? Xo'p, 53-savol. Minus 1.25 soniga qarama-qarshi bo'lgan soni teskarisi 0 dan qanchaga katta? 53. Ikkini teskarisi-chi? Qarama-qarshisi chaqirib. Minus teskarisi-chi? Bir taqsim. Demak, minus 1.25 soniga qarama-qarshi bo'lgan son. Ya'ni minus 1 da minus 1.25 ni qarama-qarshisi 1.25, to'g'rimi? Buni teskarisi bo'lsa-chi, bir taqsim 1.25 bo'ladi. Ya'ni 100 taqsim 125. To'g'rimi? Ha, 125 taqsim 100 degani 100 tepaga chiqib ketdi. Demak, 100 bilan 125 ga qisqartirsa 4 taqsim 5, to'g'rimi? Sonning teskarisi 0 dan qanchaga katta deyapti. Ya'ni 4 taqsim 5 ayrilgan 0.1. 4 ni 5 ga ursa 0.8 ayrilgan 0.1. Bu 0.7. Va bu esa S javob. Tushunarli? Yaxshi, o'zimiz. Tenglarning inisi quyidagi oraliqlardan qaysi biriga teng? Qanday shu tenglash deymiz? Xo'p, 9 darajasida x ayrilgan 2 darajasida x kerakligini bir taqsim 2 qolsa bo'ladi, to'g'rimi? Barobar, bu yoq 2 darajasida x ko'paytirilgan 2 darajasida 7 taqsim 2 qolsa bo'ladi. Ayrilgan 3 da 2x-inisi taqsim 3 bo'ladi, to'g'rimi bu? Tushunarli? Demak, shuni 9 da x-inisi ko'paytirilgan 3 da minus 1 qolsa bo'ladimi? Buni bu yoqqa olib deydi, buni bu yoqqa olib deydi. Demak, 9 darajasida x qo'shilgan 9 darajasida x taqsim 3. Mana bu bir taqsim 3 ketadi. Tushunarli? Barobar. Bu yoqqa o'tsin. Bu yoqqa o'tsa, mana bu 8 izosida 2 kara 2 darajasida x. To'g'ri? Mana bu qo'shilgan izosida 2 ko'paytirilgan 2 darajasida x. Mana bu. To'g'rimi? Ana endi umumiy bahona beraversam bu 4 taqsim 3 ko'paytirilgan 9 darajasida x barobar bu yog'i 9 izosida 2 va 2 darajasida x. 2 darajasida x ni bu yoqqa olib o'taman. Buni bu yoqqa proporsiya qilaman. Qarang, 3 bu yoqqa 4 bu yoqqa tushadi. To'g'rimi mahnachi? Demak, 9 darajasida x taqsim 2 darajasida x barobar 9 ko'paytirilgan 3 izosida 2 taqsim 4. Tushunarlimi? Mana bu 9 taqsim 2 ni x-inisi barobar 27 va 1 taqsim 2 yu, mana 2 kvadrat, to'g'rimi? Pastga tushsa nima bo'ladi? 2 darajasida 3 taqsim 2. Mana 27 ni da qaranglar. 3 ni kvadrati ni 3 taqsim 2 qolsa bo'ladimi? To'g'rimi? 27 ni beradi-yu. Va mana bu 2 darajasida 3 taqsim 2. Aylar, daraja bir xilmi? To'g'ri, 3 taqsim 2 dan 9 taqsim 2 ni x-inisi barobar mana bu 9 taqsim 2 ni 3 taqsim 2-si.
asos bir xil darajalar teng bo'lishi kerak endi shunchaki to'g'ri x teng ya'ni 1.5 tushunarli bu ham qiziqarli misol ekan quyidagi oraliqda qaysi biri tegishli ya'ni bajo tushundinglar 55 uchta sonning o'rta amplituda 24.3 ga teng. Agar ulardan birinchisi 34.8 ga, ikkinchisi shunga teng bo'lsa, uchinchi sonni toping. Demak, qaranglar. Birinchi son 34.8 ga qo'shilgan, ikkinchi son 18.9 ga, uchinchi son x, to'g'rimi? Bu o'rta amplituda 3 ga bo'lishim kerak. Va shu necha teng ekan? 24 undan 3 ga. Hop, ikkasini qo'shsam necha bo'ladi? Hop, 7 bir dilda 12 13 yana bir dilda 5 17 qo'shilgan x barobar ko'paytirsam 9 12 bir dilda bu ko'paysa 6 7 x barobar bu yoqqa o'tsa 2 hop 72 hop 9 19 12 ekan javob. Qisqa javob. Yana kamchidir bu. 56 Muntazam piramidaning asosi tomoni yig'inti simetr va ichki chizilgan burchakdan yig'indisi teng bo'lgan burchakdan iborat. Agar piramidaning yon qirrasi 26 simetrga teng bo'lsa, piramidaning yon sirti yuzini toping. Qaranglar. Ichki burchak yig'intisini topish formulasi qanaqa edi? Ko'p burchaklarda. Yo'q, u tashqi bitta burchak berilsa-da. Pi kara n-2 midi? Sizlar pi ko'paytirilgan n-2 teng 720. 720 bilan pi ni qisqartirsam n-2 barobar 4 ga. N teng 6. Demak, asosi muntazam 6 burchak ekan-da. Tushundinglarmi? Demak, muntazam 6 burchak. Endi piramida ekan shu bitta. Mana piramida ekan. Muntazam 6 burchak ekan. Va asos tomoni 20 cm ekan. Va yon tomon, yon qirrasi 26 ekan. Endi qaranglar-da, mana balandlik kerak-da bizga hozir, balandlik. Demak, menimcha 10. To'g'rimi? Demak, menimcha h kerak edi menga. H topib olaman. H kvadrat qo'shilgan 10 ning kvadrati teng 26 ni kvadratiga. H kvadrat barobar bu 26 ni ayrsam 16, qo'shsam 36. Endi chiqazib olaman. Kvadrat ayirmasi qoldi, yo'q qoldi. Tushundinglar? H barobar shunda 4 kira 6 24. H kelib chiqdi mana bizda. Ana endi yon sirtini yuzini topish formulasi bor edi-da. S yon barobar 1/2 perimetr kara h edi. Demak, 1/2 perimetr 6 tami? 20 kara 6 nechi? 120. Va ko'paytirilgan h. H 24 ga teng. Qisqartiraversam 60 ko'paytirilgan 24. 60 24 ga ko'paytirsam 1440. Bajo. Tushunarli-ya? Hop, davom etamiz. 57-savol. 4/33 sonni cheksiz o'nlik kasr ko'rinishida ifodalar, virguldan keyin 20-o'rinda turgan raqamni toping. Hop, 57. Ushla beramiz. Masalan, 4/33. Qanday bo'lib olaylik-da? 4 bo'lingan 33. Bittadan qarz beraman. Qarz bersam, buning ichida bitta bor, to'g'rimi? 33. Ayirsam 7, to'g'rimi? Yana bitta qarz beraman. Necha bo'ladi? Burchi 2 ta bor, to'g'rimi? Ko'paytirsam 66, ayirsam 4, bitta qarz beraman. Burchi yana bitta bor. Keyin ko'paytirsam 33, ayirsam 7, yana 0 beraman. 2 kelib ketadi. Qaranglar mana. Tekis ketyaptimi? Farqlab qo'ying, to'g'rimi? Ya'ni bo'lsam 0, 12, 12, 12 o'tash ketyapti, qaranglar. Juft o'rinda turganlar, top o'rinda turganlar necha bo'lyapti? Toplari. Top 1.
Juftlarichi? Juftda turgani 2 bo'ladi, to'g'rimi? Ha, endi qaranglar, 20 chi o'rin juftmi, to'qmi? 20. Juft to'g'rimi? 20 chi o'rinda turgani ham 20 bo'ladi, 2 bo'ladimi? Bo'ldi, o'zimizdan bu bajo. Tushunarli? Hop. 58-savol. 12 minus x taqsim 18x minus 3 va keyingi qovusda 9x minus 2 katta yoki teng 0 dan. Endi qaranglar. Mana bu joyda o'rni alishtirib olaman-da. X minus 12 taqsim 18x minus 3 va 9x minus 2. Minus chiqadimi bunda? O'rni alishtirgan. Ishora tahdidlar bor. Kichik yoki teng 0 dan. Demak, interval qachon 12 da, to'g'rimi? Chivoylay ko'rsangiz. Bu yoq 1/6 da va bu yoq 2/9 da. 2/9 da. Men sizlarga savolda 2/9 kattami yoki 1/6 mi? 2/9 katta, to'g'rimi? Ya'ni mahraj berib ko'rgan vaqtimiz 2/9 katta bo'lib qoladi. Demak, mana bu joyda 2/9 va mana bu joyda 1/6 bor. Da minus. Menga minus olishim kerak. Demak, x tegishli minus chekislikdan 1/6 gacha va 2/9 dan 12 gacha. 12 noqat'iy. Qaysi javob? Ajoyib. Tushunarli? Hop, yaxshi. 59-savolda chizma berilganda shunaqa yuzchali savollar kelib qolsa, har doim mana shu A1, B1, C1, D1, E1 so'raladi, to'g'rimi? 180 gradusga tegib qoladi, bo'ldi. Boshqa qiymat yo'q. Primer 184 ko'tarasizlar. Tushunarli? Mana shunaqa yuzchaliklar berib qolinsa, o'sha joyi, masalan, so'ralyapti mana A1, B1, C1, D1, E1 so'ralyapti, to'g'rimi sendan? Qara. Demak, o'sha joy 180 gradus. Bo'ldi. 60-savol. Rasmda qiras uzunligi x. Hop. Kub berilgan ekan 60-savolda. Kub berilganda keyin mana bu joydan qirqilgan. Hop. Turib, bundan keyin mana bu joyda kub olingan bundan. Kub olingan, mana bu joyda kub qirqib olingan. Tushunarli, to'g'rimi? Chizmani. Keyin mana bu joyi 3 birlik chiqib ketibdi-da. Ya'ni kubni tomoni, mana kub tomoni x bo'lgan va 10 sm bo'lgan. Hamma joy 10 dan bo'lganda, keyin bu joyda mana bu joy 3 birlik chiqib ketdi mana. 3 birlik, ya'ni kub qirqib olinganligi uchun va mana bu joyda 3-chi bo'lak qolib ketganda, buni 7 yo bu yoqda mana bu joygacha kelgan, bu yog'i ham 3 birlik bo'ladimi? Chunki kub tomoni bir xilda. Keyin va balandligi ham 3 ga teng. Ya'ni bitta parallel shaklda kesib olinganda, bundoq turaman. Bunaqa shakl kesib olingan. Demak, mana bu joyi 3, balandligi ham 3 bo'lgan, bu yog'i 7 bo'lgan. Ana endi shuni hajmi so'ralyapti-da. Hajmi nimaga teng? ABC gami v barobar 7 kara 3 kara 3. Bu bizda 63 va D javob. Tushunarli? Mana matematika qismi 30 dan 30 tasi ham tahlil qilindi. Menimcha o'ylaymanki yaxshi bo'ldi.